Menga buni tushuntirib berishlaring kerak. Rostdan ham bizga tushuntirib bering. Hukumatdagilar bu yerga davolangani kelsa, atiga 20 yuan olishadi-ku. 20 yuan? Men shifokor Liang Beyman. Bizda davolashning o'ziga xos qoidasi bor. Kelgan bemorni bor yo'g'ini olmaguncha qo'yib yuborma. Shohlar hatto joni uchun taxtini berishga tayyor. Oddiy savdogar esa pullar evaziga jon sotib oladi. Kambag'allar bizni xalaskor deb maqtashadi. Boylar esa o'limga tashlab qo'yadigan zolim deya. Siz asli nima ish qilasiz? Men o'ziga emas, boyligiga qarab davolayman. Men dengiz mahsulotlari savdosi bilan shug'ullanaman. Davolamayman. Ketavering. Nima? Davolamaysizmi? Uning jami boyligi taxminan 10 million. Undan 2% oladigan bo'lsak, ro'parasi 200 ming bo'ladi. Men nafaqat pul olaman, balki jon olaman ham. Bu nima degan gap bo'ldi? Jin ursin hammangni. Bobom 30 yoshgacha 2 barobar daromad qilib, nomlari o'lkani larzaga keltirgan. Tabiblar avliyosi degan nom olganlar. Men Liang Wei 30 yoshimga qadar 30 barobar daromad qilib, bobomdan o'zib ketaman. Shundan keyin tabiblar avliyosi haqidagi afsona unutiladi. Buyuk Tsia imperiyasi janub hukmdorining so'nggi 2 kuni. Hukmdor xonadoni hali hamon tabib qidirmoqda. Janob kasal bo'lganiga 8 oy bo'ldi. UzDubGo studiyasi taqdim etadi.